Video Arya tomonidan Bangtan olami kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Ranjin 9-qism. Salom. Men juda ham shoshib yubordim-a. Bu joy sizga tanishmi? Men bu joyni yaxshi taniyman. Ilgari bu yerga qaytib kelmayman deb qasam ichgandim. Bu yer meni harbiy bazam Yonchan. Bu yer o'zining qalampir, olma va boshqa narsalari bilan juda ham mashhur. Dehqonchilikni bilasizmi? Albatta, men ilgari dehqonchilik bilan shug'ullanganman. Qachon? Meni amakim qulupnay yetishtirardi. Oyim doim agar o'qishni xohlamasang borib amakingga qarash derdi. Shunday qilib men 1 oy dehqonchilik bilan shug'ullanganman. Bugun ham xuddi shunday ish qilasiz. Nima? Dehqonchilik qilamanmi? Bugun juda ham issiq, shuning uchun teringizni himoya qilish maqsadida sizga bir nima olib keldik. Qo'yil. Bo'lishi mumkin emas. Bu men yaxshi ko'radigan brend-ku. Men bu narsalarni uyda juda ko'p ishlataman. Ular orasida hatto SPF ham bor. U yuzni namlantirib beradi. Yuzim bulardan keyin namlanadi, tetiklanadi va oziqlanadi. Qanday salqin va mazza. Ular yonimda ekanligi zo'r. Dehqonchilikda eng muhimi bu asbob-uskunalar. To'g'ri, eng muhimi asbob-uskunalar. Asboblarni olishingiz uchun mini o'yin o'ynaymiz. Unga beriladigan asboblar va o'ynaladigan o'yin. Menga traktor berasiz deb o'ylagandim. Traktor bilan qanday qilib qalampirni termoqchisiz? To'xtang. Bu shunchaki amaliyot edi. Amaliyot. Men hali boshladik demadim-ku. Men run bitnis deb baqirishim kerak. Lekin bu ranjin-ku. Ha, to'g'ri. 도전! 고! 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Nega hali ham sakrayapman? Nega sakrayapman? To'xtang. Muvaffaqiyatsizlik. Yana bitta sakrashingiz kerak. 10 ta. 도전! 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 오케이. Bu yer maydoni juda ham katta. Shuning uchun ham biz sizga sheriklar taklif qildik. Boshqa guruhni chaqirdik. 17 guruhimi? Marhamat mehmonlar, bu yerga chiqing. Sizlar kimsizlar? Biz Songshil universitetining huquq yo'nalishi talabalarimiz. Men Songshil universitetining 40-guruh lideri Jong Injeman. Huquq universiteti 17 guruh o'rniga Songshil universiteti keldi qoyil. Ular har yili bu qishloqqa ko'ngilli sifatida yordamga kelishadi. Bugun biz ular bilan tasodifan ko'rishdik va qo'shilishga ruxsat berishdi. Rahmat. Siz necha yoshdasiz? Men 24 yoshdaman. 24? Siz juda yosh ko'rinyapsiz. Yoshingiz nechida? Men 22 yoshdaman. Siz-chi necha yoshdasiz? 20 yoshdaman. Bugun sal yosharib ketyapsiz. Siz 18 yoshmisiz? 20. Biz qalampir terishimiz kerak. Men hozir yugur deganimda sizlar barmog'ingizni ko'tarib "Sokchin" deysizlar, tushundingizmi? Xuddi shunday. Bugun men Songshil universiteti talabalari bilan qalampir tergaman. Birinchi qiladigan ish qalampirlarni terish. 안녕하세요. Ularni terish unchalik ham qiyin emas. Ularni o'zlashtirish oson bo'ladi. Bular binafsha qalampir. Faqat shularni terasizlar. Ko'kiga tegmaysizlar. To'g'ri tushundik. Faqat binafshani ko'kiga tegmanglar. Oy yigit, senga mana bu yerni qoldirib ketaman. Qayerini? Mana bu joyni. Nega bu ishlar bilan shug'ullanasan? Ko'ngillilikni aytyapsizmi? Ularga yordam berishimiz kerak. Faqat yordam uchun shunday qilyapsizmi? Men o'tgan yili bu yerga kelganimda bu yerning ahvoli juda ham og'ir edi. Biz bu yerda juda ko'p mehnat qilganmiz, lekin menda juda ko'p yaxshi xotiralar bor. Demak, juda ko'p xotiralarga egasiz. Hoy yigit, nima qilyapsiz? Shunaqasi ham bo'ladimi? Qarang, mana bu yerda qoldirib ketyapsiz axir. Qani qayerda? Qani? Mana bu yerda. Hoy yigit. Yoshingiz nechada o'zi? Men 24 yoshman. 24 yosh men qanday edim, ha? Qarang, shu yoshimda shuncha terdim. Xonimning savati-ku.
Yo'q. Bu ham xuddi shunaqa ekan, hisobbuzar. Yo'q, men asablarim bunga dosh bera olmaydi. Men sizga qanday murojaat qilay? Amaki. Amakimi? Nega aka emas amaki? Mening yoshim sizlarnikidan ancha katta. Xohlasang aka de, xohlasang amaki. Keksa amaki desam bo'ladimi? Qandaydir muammo bormi? Men 70 million obunachim bor, kechirasiz. Mayli nima ham derdim, bizni davrimizda 20 yoshdan katta bo'lsang keksa amaki deyishardi. Mayli xohlasang shunday de. Yaxshi keksa amaki. Sizdan bir narsa so'rasam bo'ladimi? Men bu ko'rsatuvda qanday so'zlarni ishlatmasligim kerak bo'ladi? Biz baribir montaj qilamiz, lekin sen meni keksa amaki deganingga jahlim chiqdi. Voy, xato qildim. Men xatolardan qo'rqaman. Xatoni men qildim-ku, sen nega qo'rqasan? Meni tezligimni bu yigitlarniki bilan solishtirib bo'lmaydi. Siz orqada qoldirib ketyapsiz. Hoy, nima? Men qoldirib ketsam sen tez? Qoldirib ketganlarimni osti yashil rangda, shuning uchun qoldiryapman. Qara, mana ko'rdingmi? Ko'rdingmi bu yashil? Ana yerda bor-ku. Qani? Mana bumi? Qara, bu yashil, orqa tomon yashil. Ko'ryapsanmi? Yashil. Men yashilning farqiga bormaysizlarmi? Bu yashil, yashil. Ana yerda bor. Qayerda? Mana bumi? Ana qo'lingizning yonida turibdi. Yashil. Yashilmi? Olg'a. Bu yerda biroz kam, mana bu joyni deling. Qani, qayerni? Mana bu yerni. Xo'p. Baribir men yaxshi teryapman. Men zo'rmanmi? Siz talabalardan yaxshi teryapsiz, rostdanmi? Men tajribaliman, ha, shunday. Biz qalampir ekardik. Rostdanmi? Ha, buvingizmi? Buvim va amakim yetishtirardi. Qizil rangli qalampirlarmi? Yo'q, bizda ham binafsha edi. Binafsha rangli bo'lardi. Rostdanmi? Ha, biz ob-havoga qarab uni ekardik, qizil yoki binafsha. Endi biroz dam olsak bo'ladi. Ketdik. Marhamat, mazza qilib ovqatlaninglar. Rahmat. Ovqat uchun rahmat, katta rahmat. Qattiq shaftolini yaxshi ko'rasizmi yoki yumshoqnimi? Men yumshog'ini yaxshi ko'raman. Menimcha qattig'ida hech qanday ma'noga ega emas. Menga ham yumshoq. Nega yumshog'ini yaxshi ko'rasan? Meni tishlarim yomon ahvolda. Bu kutilmagan javob bo'ldi. Ulardan birortasini xohlaysizmi? Bu nima? Bu misuara. Xo'sh, sizlar universitetda nima qilasizlar? Ta'minot bo'limida farovonlikni ta'minlayman. Farovonlikni ta'minlaysiz? Bu nima degani? Sizlar nima qilasizlar? Men zaryadlash qurilmasini yetkazib beraman. Siz farovonlikni ta'minlash uchun zaryadlash qurilmasini yetkazib berasiz, shundaymi? Biz yana darsliklarni ham ijaraga beramiz. Bu ikkalasidan boshqa yana nimadir qilasizmi? Kerakli narsalarni olib kelib beramiz. Taroqlarni ham olib kelib beramiz. Taroqlar ham olib kelasizmi? Bu haqiqiy farovon davlat. Yo'q, farovon davlat emas, farovon tashkilot. Mayli, endi qalampirlarni terishga boshimiz kerak. Men yugurdayman, so'qching deb bularni bir-biriga urishtiramiz, tushundingizmi? Mana endi zo'r qildingiz. Qalampirlarni saralash vaqti. Endi ularni mana shunday qilib to'kasiz va ichida biroz qiyshayganlari bor. Mana bunaqalar. Bular issiqlik ta'sirida shunday ahvolga kelib qolgan, juda issiq bo'lgani uchun. Mana shunaqalardan tashqari barchasini savatlarga solishingiz kerak bo'ladi. Buni nima qilishim kerak? Buni tashlab yuborasiz. Bular tashlab yuboriladimi? Ha, bu juda xunuk ekan. Yo'q, uni savatga soling. Ha, shundaymi? Yigitlar, biz juda tez ishlashimiz kerak. Nimadir haqida gaplashamizmi? Aktyorlar va mashhurlar haqida bilasizlarmi? Men Konkuk universitetida mashhurlarni ko'rgandim. Bu juda zo'r. Yana qanday mashhurlar bor, bilasizmi?
Aktyor yoki teatrda ishlaydigan. Yana kim mashhur? Ha, mashhurlardan. So'nkanni bilasizmi, So'nkan? Nega menga emas, unga deyapsizlar? Men undan mashhurman-ku. Men uni hayotim davomida faqat 1 yoki 2 marta ko'rganman. Nega bunchalik hafsalasiz? Yonchanga bo'shatilganingizdan keyin birinchi kelishingizmi? Yo'q, men 3-4 kun avval xizmatdosh do'stlarimni ko'rgani kelgandim. Nega bunchalik hayron qolyapsizlar? Ular juda qattiq mehnat qilyapti. Men ularga ovqat olib keldim. Saralashni ham tugatdingiz. Saralab olganlaringizni hisobga olmaganda 10 kilogramm teribsizlar. Ertaga agar yomg'ir yog'sa, bularning narxi oshadi. Bularni do'stlaringiz bilan baham ko'rishingiz mumkin. Rahmat, katta rahmat. Jin, bu yoqqa kel. Markazga o'tiraymi? Siz bu jazirama issiqda qalampir terishni zo'r qildingiz. Hatto ularni saralab ham oldingiz. Sizning qorningiz ochdi. Meni qornim juda ochdi. Men ovqat yeganim yo'q. Ovqatni sizga shunchaki bera olmaymiz. Nima? Nega? Bular menga emasmi? To'g'ri. Axir bu ko'rsatuv, shuning uchun shartlari bo'lishi kerak albatta. Ovqatlarni yutib olishingiz kerak. Buning uchun esa sizga raqib kerak bo'ladi. To'g'ri, menga raqib kerak. Marhamat bolalar. Meni joyimga o'tirishni xohlaysanmi? Talabalar jamoasi bugun sizga qarshi o'ynashadi. Xodimlar ham hali ovqatlangani yo'q. Nima, xodimlar ham ovqat yemadimi? Shuning uchun bellashuvda bizning vakillarimiz ham ishtirok etadi. Marhamat. Nima? Nima, biz boks tushamizmi? Mashq qilasizmi? Yo'q. Ularni Rambites loyihasidan tanishingiz kerak. Ular kim? Eslay olasizmi? Ha, eslay olaman. Ular chiroq. To'g'ri. Aytdim-ku, men taniyman deb. Ular bizning guruhimizdagi xodimlar. Aldayapsizlar. Men ularni ahrinolarim yonida ko'rganman. Hozir siz ikkala jamoa uchun ham 2ga 1 bo'lib qolgansiz. To'g'ri, men yolg'izman. Shuning uchun sizga sherik menejeringiz. Mening menejerim qoyil. Men u bilan anchadan beri birgaman. Uni chaqirganingizdan juda xursand bo'ldim. Shartlarni qisqacha tushuntirib beraman. 3 ta jumboqli o'yin o'ynaladi. Har o'yinda yutgan jamoa o'ziga ovqat tanlashi mumkin bo'ladi. Bugungi o'yin uchun ovqatlar. Chapdan o'ngga qarab o'z jamoangizga nom tanlang. Xodimlar. Ha, biz xodimlar bilan boramiz. Xodimlar jamoasi 23 bilan boramiz. 20. Siz ikkinchi va 3-chi o'rin bo'lgani uchunmi? Yo'q, men ikkinchi, u 3-chi o'rinda. Voy, sizlar menga aqlli ekaningiz bilan maqtanyapsizlarmi? Men doim hamma narsada birinchi bo'lganman. Hatto yoshim ham hammazonikidan katta birinchi o'rinman. Sizlarning jamoangiz biz Kim Sokjin jamoasimiz. Kim Sokjin. Xodimlar Kim Sokjin 23 jamoasi. Birinchi o'yin 10 ta jumboqdan iborat bo'ladi. Yutsangiz, o'zingiz uchun ovqat tanlashingiz mumkin bo'ladi. Go'shtni olishimiz kerak. Shubhasiz go'sht. Go'shtni olamiz. Nega bu yerda go'sht qovuryapsizlar? Biz hali ovqat yeganimiz yo'q. Sizlar go'sht qovurmoqchimisizlar? Unda nima qilaylik? Bizga viktorinani beringlar axir. Mayli, boshlaymiz. 1000 kirib 100 chiqadi. Bu qayerda bo'ladi? Inchan Outback. To'g'ri. Inchan Outback. Menimcha sizlarning tajribangiz ancha kattaroq. Yoshingiz nechada? Men 94-chi, u 92-yil. Biz tengdosh ekanmiz, siz esa mendan kichik. Bu tajribaga bog'liq emas. Men tezligimni oshirishim kerak. Mashinani tepgan paytingizda kanola yog'i. To'g'ri. O'ng tomoni uzunroq bo'lgan mashinaga nima deb ataladi? O'ng tomoni uzunroq. Bilasizmi? Yo'q, o'zingizchi? Men ham bilmayman. Topishimiz kerak. 떠오르는 거 있어요? 23. 23. 우롱차. 정답. 정답.
Biz kelishib olganga o'xshaymiz. Hammamizda bittadan ochko bor. Hammangizda bittadan ochko bor. Keyingi savol. Bu Ranbi testdagi savol. Sherdan ovqat tayyorlansa nima bo'ladi? Ovqatlar shohi bo'ladi. Javobi ovqatlar shohi edi. Hoy, nima qilmoqchi bo'lyapsiz? Mayli, keyingi savol. Futbolka va shimlar bir-biri bilan ko'rishsa nima bo'ladi? Men savolni javobini topdim-ku, nega menga bir ball bermayapsizlar? Menga bir ball beringlar. Kelinglar, bir ball bera qolinglar. Mayli, beramiz. Bizda endi 2 ta ball bor. Futbolkalar va shimlar bir-biri bilan salomlashsa qanday bo'ladi? Nega ular bir-biri bilan salomlashishi kerak? Yuqorgi va pastki bo'ladi. Men ham shuni o'ylagandim. O'ylasangiz nega aytmaysiz? Buni darhol aytish kerak. Men xato bo'ladi deb o'ylagandim. Xato bo'lsa ham uni oldin aytib qo'yish kerak. Dunyodagi eng oson raqam qaysi? 190 ming. Xato. Nima? 190 ming emasmi? 190 ming deb o'ylagandim. 190 ming xatomi? Men shunday deb o'ylagandim. Dunyodagi eng oson raqam, eng oson raqam, eng oson. 50. Xato. 2. Davomi ham bor. 22. To'g'ri. Ikkinchi o'rin buni bilish aniq edi. Hayotdan charchagan xodokka nima deymiz? Hayotdan charchagan xodokka nima deymiz? Bu nima ekan? Aralashtirishni to'xtatib bizga yordam bering. Siqilgan paytingizda o'zingizni nima deysiz? Buni qabul qila qolaylik. Buni to'g'ri qilib aytish kerak edi. 모짜렐라 핫도그. Nega kulishyapti? Menimcha xato aytdingiz. 통 모짜렐라 핫도그. Hayotdan eng xafa o'simlik qaysi? 우엉? Bu savolning javobi kim sochiga yaqinroq. Men harakat qilaman. Fransiyada kirlarni quritish uchun qayerga boramiz? 가는 곳은 Marselga. 마르세유. Marsel. Qirol maymun yiqilsa nima bo'ladi? 정답. 감사합니다. Odamlar jamoasi o'zingiz uchun ovqat tanlashingiz mumkin. 자, 뭐 어떤 거? Biz go'shtni tanlaymiz, go'sht. 아니 고기. Go'sht nima? Mana shunimi? Yo'q, xom go'shtni. 안 익힌 고기. Marhamat, xom go'shtlar. 감사합니다. 그죠? 아. Keyingi o'yin. Nega bizni o'tkazib yuboryapsizlar? Mayli, kela qolinglar. 진짜 맛있어요. Bu juda ham mazali ekan. Mana buni olinglar. Buni olishimiz kerakmi? Oling. Birinchi o'yinda go'sht yutib olindi. Ikkinchi o'yin esa 3 ta insonning surati birlashtiriladi va bu 3 ta inson kim ekanligini topish kerak bo'ladi. Marhamat, birinchi fotosurat. 보시죠. 어떻게 맞? 보시죠. 어떻게 맞? Bu kim bo'ldi? 남자 둘 여자 하나. 여자? Bizga hech narsa ko'rinmayapti. Eshitsin, bizga hech narsa ko'rinmayapti. Kechirasizlar. Men Hosyokning sochlarini ko'ryapman. Faqat bitta insonni topsangiz ham variant to'g'ri deb bo'lmaydi. 한 명. Jimin. 지민 땡. Jimin xato. 김덕지. 제이홉. Jayhop. 정답. To'g'ri. 어제도 맞았어. 어제도 맞았어. Qolganlar kim? Voy, ular bu yerda nima qilishyapti? Axir nega ular? Men ularni haytdan bo'lishini bilgandim. 두 번째. Ikkinchi fotosurat. 스텝 스텝. 송강 효린 다니엘레니 So'nggan to'g'ri, qolganlarichi? So'ngganning yuzi shunchalik yorqinligidan faqat uni ko'ra olyapman. Kamida 2 ta insonni topishingiz kerak. Qolgan ikkitasi ham komedik aktyor. 이삼. 송강 박나래. 정답. 박나래 씨야? 박명수 아저씨야.
Marhamat, keyingi surat. 김석진, 박지민, 송유빈, 이명웅 씨. 탁구 선수 송유빈, 이명웅 씨. Tennischining ismini xato aytyapsizlar. 신유빈. Allaqachon xato deb olib bo'ldik. 죄송합니다. 일트마스 송유빈 씨, 개체링. 죄송합니다. 스텝. 신유빈, 박효신. 박효신, 23 sizda imkoniyat bor. 신유빈, 이명웅. 정답. Nega buni topolmadingiz? Nega? Nega o'zingizni tanimadingiz? Bu axir sizning yuzingiz-ku. Siz meni yuzimni har kun ko'rasiz-ku. Siz doim oynaga qarab yurasiz-ku. Uyga ketishda alohida ketaylik. Unda men uyimga qanday qilib boraman? Bitta yuz aniq ko'rinyapti. 지문인데 지문. 스텝. 백종원, 조나단, 범규. Ikkitasi aniq bo'ldi. 김석진. 백종원, 범규, 아이언맨. 백종원, 조나단, 휴닝카이. Jonatan va Park Jong-won to'g'ri. 종원까지는 맞습니다. Farq bo'lgan xatomi? 김석진. 조나단, 백종원. 라이즈 원빈. 정답. 라이즈 원빈 씨. 그렇지 라이즈 원빈. Eng oxirgi fotosurat. 갑니다. 저 여성분이 누구죠? 김석진. 닝닝 선배님, 네, 박보검 선배님, 네. 문세윤 선배님. 2명 맞췄어. 이삼. 2, 3. 해리, 문세윤, 땡. Ana bu xonim kim? 대시된 사진을 잘 보세요. 김석진, 제시 선배님, 박보검 선배님, 문세윤 선배님. 정답. 감사합니다. Ikkinchi o'yinda ham go'sht tanlandi. Matn ko'rinishiga aylantirilgan qo'shiqlarni topish kerak bo'ladi. 첫 번째 Birinchi 문제 savol. 주세요. Men uni yo'ldan topib oldim. 스텝. 멜로망스의 선물. Bizda keyingi savol. 문제 주세요. Ko'nglingizni ko'taring do'stim. 이상. 옥상 달빛 수고했어 오늘도. 자, 갑니다. Mayli, keyingi savol. Aytingchi, ha yoki yo'q? 지코. 말해 yes or no. Men birinchi raqamliman, bilasizmi? 트웬티원. 내가 제일 잘나. 정답. Ular juda ham zo'r. 자, 갑니다. Skladli qilaylik. Bu nima degani? Kimnidir kaltaklashmi? Bu maktabdan qochib ketaylik va kimnidir kaltaklaylik degan ma'noni anglatadi. Tushundingizmi? Maktabdan qochib ketaylik va kimnidir kaltaklaylik. 김석진. 미연 드라이브. Boshqa jamoalar bizni yanchib tashlashadi. 아, 이게 노래 좋은데. 나 이거 명곡인데. Sizlarga qo'shiqchining nomini aytaman. Qo'shiq muallifi Song Jung hisoblanadi. 선우 정한님. 이삼. 스테이 먼저 였습니다. 도망가자. 정답. Bizga faqat go'sht kerak edi. 자, 바로 Keyingi 갑니다. savolga o'tamiz. Boshlashimiz kerak, shundaymi? 김석진. 방탄소년단 국민보다 고. Men ham shunday deb o'ylagandim. Nihoyat biz bittasini topdik. Biz endi boshladik. Bizda oxirgi savol. Nima bo'lganda ham seni sevaman. 이섬. 악동뮤지션. 나도 이거 할라 했는데. 어떻게 이별까지 사랑하겠어 널 사랑하는 거지? 정답. 뭐야 나 이거 Men buni aytishim kerak edi. Buni men topishim kerak edi. O'zingiz uchun ovqat tanlang. Mana buni xohlaysizlarmi? Juda mazali. 제육볶음. 그래. 감사합니다. 그래 친구들. Men buni sizlarga pishirib beraman. 영광입니다.
친구들 Marhamat, uni 고생해주세요. yenglar. 감사합니다. Rahmat. 잘 먹겠습니다. 맛있게 드세요. 맛있네. 고기가 좋은 거 같아요. 아니 아니. 아주 좋습니다. 적당한 좋고. 덕분에 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 그래. Menga bunchalik ko'p bermang. Men ham uni yeyishaman. 그럼 뺏어 먹어. Bugungi o'yin qanday bo'ldi? Bu juda ham oson edi. Nima sizga qiyinchilik tug'dirdi? Meni yonimda super yulduz o'tiribdi. Super yulduz bilan birga bo'lish juda ham boshqacha ekan. Super yulduz bo'lmaganda-chi, men biroz hayajonlanmagan bo'lardim. Super yulduz hayotida yashash qanday ekan? Bu juda ham oddiy. Oddiymi, juda oddiy. Misol uchun siz oldin o'rta maktabda, keyin yuqori maktabda, keyin kollejda o'qiysiz. Endi esa universitetda o'qiyapsiz va universitet darslariga ko'nikib qolgansiz. Menda ham xuddi shunday. Kontent chiqaraman, musiqa yarataman, klip olaman va men bu hayotga ko'nikib qolganman. Bu hech qanday g'ayrioddiy narsa emas. Bugungi ko'rsatuvimiz ham tugadi. Kameraga qarab ko'rsatuv tugaganini e'lon qilamiz. 수고하셨습니다. 슬라이드. 하나, 둘, 셋. 고생하셨습니다.